bir inson ko'z yoshi bilan murojaat qilyapti. Mana shu yerga kelib, iloho sabr bersin shu insonga, Xudo ajr bersin. Qizimni uzatdim. Qudam ikkita kelin oldi bir amasiga deydi. 2 oyga yetmasdan ikkala kelinni haydadi deyapti. Mayli, biri yomondir. Ikkinchisi-chi? 2 oyda haydaydigan keliningga kecha borib yalinib, elanib bo'yningni eguvding. Nimaga olding? Shu baxtsiz qilishlik uchunmi? Birovni farzandini tuproqqa qorishlik uchunmi? Birovni oilasiga tashvish keltirish uchun oldingmi? Ikkalasini haydadi. Qizim homilador bo'lgan ekan, uyimda tug'di. Ayol qudam bilan u kuyovim keldi. Qizimning qo'lida bola turuvdi, chaqaloq norasida bir haftalikmi, 10 kunlikmi? Kuyovim bolamni bir yuzini ko'ray deb shundoq bag'riga oluvdi. Onasi kelib shundoq bolani olib turib 1 metr nariyoqda turgan qizimga ol itvachayin deb qo'liga uloqtirvardi deyapti. Mana uning oldigani yo'q, uloqtirvardi deyapti. Voy, Xudo urgan do'zaxga boradigan xotin, sen nima qilmoqsan bu ishingni? Senga bu jur'at qayerdan keldi? Alloh taolo qancha bandalarni tirnoqqa zor qilib, mana shuni axlatini hidiga zor qilib turgan bir paytda senga 1 yil yag'biyag'ida o'g'lingga zurriyot berib, keliningdan navara bergan bo'lsa, senga kim huquq berdi bu ne'matni oyoq osti qilib xo'rlashlikka? Xo'p, kelining yomon ekan. Kelining haqiqatda yomon ekan. Norasidada nima ayb? Qani nima degan bo'lardinglar shu inson? O'zi aytayapti ko'zi bilan. Aytayaptiki, shunda navaramni otib yoruvdi, vujudim zirqirab ketib, og'zimdan chiqqan bitta gap bo'ldiki, iloho zurriyotingdan tirnoqqa zor qilib o'tqizsin Parvardigor deb duoibat qildim deyapti shu inson. Bu duo ijobat, birodarlar. Mana ko'rasizlar, mana shu ayol bu ne'matni xo'rlagan inson avlodidan tirnoqqa zor bo'lib o'tadi. Chunki mazlumni qilgan duosi albatta ijobat deganlar payg'ambar alayhisalom. Siz nima degan bo'lardingiz? Nima qilgan bo'lardingiz? Qizingizni xo'rlab, navarangizni shunda olib turib otib yorsa, duo qilarmidingiz? Umringdan barakat top, Xudo dirmidingiz? O'sha qarigin dirmidingiz?